Yo, tiriklar, salam. Assalomu alaykum. Biz Qoraqalpog'istonga yetib keldik. Soat ro'parasi 12 bo'ldi. Biz hozir Qoraqalpoq mehmonxonaga joylashdik. Kech bo'lganligi uchun obzor qila olmadik. Ertaga xudo xolasa kunduzi bilan sizlar uchun Qoraqalpoqning ajoyib joylarini obzorini ko'ramiz. Va eng asosiysi Qoraqalpoqning milliy taomlarini yeb ko'ramiz. Sizlar bilan yeb ko'ramiz bo'ldi. Bizni kuzatishda davom eting va obuna bo'lishni unutmang. Hayır, salomat bo'ling. Qoraqalpoqning nesi bor, eng qimmatli jurti bor. Qoraqalpoqning nesi bor, eng qimmatli jurti bor. Kevlining bir o'shi bor, kulki degan mulki bor. Kevlining bir o'shi bor, kulki degan mulki bor. O'tirg'indi tumonday, shekuridi. Sizlar uchun mini room tour, ya'ni xonani aylanamiz hozir. O'shaqa deyishadi bo'lganlar, mini room tour deydi. Room tour. Kichkina xonaga joylashdik. Soatlar yaxshi, çok iyi. Meni joyim Sherali Arabboy. Ama esinsalar normalniy juda qimmat emas, arzon o'rtacha. Cho'tka ekan, sharoitlari zo'r ekan. Sizlarga xayrli tun, bizga ham xayrli tun. Ertalab ko'rishguncha, Nukusdan salom.